Hurmatli parkentlik kuzatuvchilar, men sizlarga hozir qurilishda ishlatiladigan aravalarni obzor qilib bermoqchiman. Bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Manzil parkentdan tushib ketganda Nilufardagi Taxta bozori shunday ro'parasida joylashgan. Hurmatli do'stlar, bu yoqda Jiguli ballonli aravalarimiz, undan tashqari skuter ballonli aravalarimiz sotuvda bor ekan. Xo'p, konteynerlikdan yasalgan. Hurmatli do'stlar, bu ham konteynerli skuter ballonli aravamiz ham konteynerlikdan yasalgan. Adashmasam Jiguli ballon, e'tibor berasizlar hurmatli do'stlar. Bemalol stroy keladi, o'sha turpoq deysizlarmi, shag'al deysizlarmi, to'kishga udobni. Bu ballonligimiz yo'l tanlamaydi hurmatli do'stlar. Skuter ballonligimiz yo'l tanlashi mumkin, lekin mashina ballonligimiz yo'l tanlamaydi. Xullas, nalichida bor hurmatli do'stlar. Bu aravalarimiz hozirgi kundagi sotuvdagi narxi 450 ming so'mdan baholangan. Xudo xolasa savdosini qilib olasizlar. Pastga nomer qoldiraman, telefon qilsanglar, yana xudo xolasa men nomimdan chiqsanglar, skidka narxlarda qilib beradi. Savdosini qilib olasizlar. Bemalol hurmatli do'stlar, nalichida turibdi. Bemalol kelib shunaqa arava qidirib yurgan tanishlar bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yish esdan chiqmasin hurmatli do'stlar.